Hayot birja, ishonch va taraqqiyot sari muhim qadam. Sirdaryo viloyati Yoshlar agentligi binosida zamonaviy raqamli xizmatlarni keng joriy etish hamda tashkilot va korxonalar faoliyatida ochiqlik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan Hayot birja, ishonch va taraqqiyot sari qadam mavzusida seminar tashkil etildi. Mazkur seminar davlat va nodavlat tashkilotlari, korxona hamda muassasalar mas'ullari ishtirokida o'tkazilib, unda Hayot birja elektron platformasining imkoniyatlari, xarid jarayonlarini shaffof tashkil etish, vaqt va mablag'ni tejashga xizmat qiluvchi qulayliklar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan platforma orqali amalga oshirilayotgan elektron xarid tizimi bugungi kunda tashkilotlar faoliyatida inson omilini kamaytirish, raqobat muhitini kuchaytirish hamda samarali boshqaruv mexanizmlarini yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etayotgani alohida ta'kidlandi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob olib, amaliy tavsiyalar bilan tanishish imkoniga ega bo'ldilar. Bu Hayot birjasi bizning markazimizga juda ham katta o'z hissasini qo'shdi. Hamma xaridlarimiz Hayot birjasidan bo'ldi. Bu seminar davomida yangi platformalar yaratilganligi bu bizga juda ham afzalliklarni o'zini namoyon qildi. Endi biz kelgusida shulardan foydalanamiz. Ushbu seminar o'tkazishimizdan maqsad davlat buyurtmachilari, korporativ buyurtmachilar hamda yetkazib beruvchilarni o'zaro hamkorlikda ishlashlarini yanada takomillashtirish hamda qo'shimcha yangi savdo turlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berish hamda albatta 259-sonli prezident farmonini ta'minlash maqsadida qo'shimcha biz imkoniyatlar, yangi savdo turlari qo'shilganligi bo'yicha qo'shimcha biz yetkazib beruvchilarga ma'lumotlar berdik. Seminar yakunida Hayot birja platformasidan samarali foydalanib, xarid jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan korxona va tashkilot rahbar hamda mas'ullariga esdalik sovg'alari topshirildi. Bu esa tizimdan faol foydalanayotgan tashkilotlarni rag'batlantirish hamda kelgusida raqamli xizmatlardan yanada keng foydalanishga undaydi.